Ama sana hep konsert beradi. Men to'yim borda shuning uchun Bekobodga borib kelasan dedi. Bana qism beradi dedi. Lekin sen Zokir akam hurmati kerak emas deb qo'y meni hurmatim. Bo'ldi gapim. Lekin baribir beradi u pulni dedi. Anvar aka shunaqa beradi. Lekin sen meni hurmatim kerak emas deb qo'y bo'ldi. Bo'ldi gapim. 3 ta seans o'tkazdik. 5000 so'm stipendiya olaman. Har bitta seansdan 10 mingdan beryapti Anvar aka. 15 ming. 15 mingdan katta pul yonimda. Pastga tushirib Katta pul. Katta pul edi. Katta pul. Endi 5000 so'm 2000 kerak emas deyapsan. Endi raqosa yana kim unaqa arganchi childirmachi deb hamma qism beryapti deyman. Shunda bu aka dedi. Mana uni olib qo'y dedi. Aka kerak emas dedim. Men o'ylayman. Zokir aka gap esimda. Kelgan o'zing bilasan, bo'lmasa nima qiladi? Rahmat sizga. Mana shunday javob berdim. O'ziga gurvad aka. Chekda qiynalib yuruvding-da. Onasiga yaqib ko'rding-da, chekka olib qo'ydi. Ha, bo'ldi, rahmat. Yo'q, rahmat. Bola xarakteri zo'rda Sherzodni so'ksagan ko'targan, ursagan ko'targan, lekin aytganini qilgan. Shuning uchun zo'r bo'lib ketdi-da. Obid aka yalinib, rahmatli Obid aka Asomov yalinib so'radi-da mendan. Sherzod degan haligi san bilan yuradigan qiziqchini topolmayapman. U bolani telefonini kim ko'taradi? Shuni menga gaplashib ber. Kelsa iltimos dedi-da. To'lama bor ekan. Hakkas birga ketadi to'yga. Ha, to'lab bor ekan kelsin. Obid aka boradi, siz aytyapsiz, meni gaplashib oling dedim. Sirada kelib gaplashib oldi. Keyin tayinladim, kech qolmay qaradi. Aytgan paytda bordi, keyin qanaqa fayz oldingmi? Ana shundan O'shana chiqib ketdi-da. Abdulla o'sha yerda. Ism sharifingiz? Mana bu tanimaydimi deyman, Abdulla mana. Abdulla Qurbonov.